Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ojonalarimiz hammalari kelyapti inshaalloh. Kecha kuni ravzalarga kirishdi. Bugun inshaalloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom aytganga olib boryapmiz inshaalloh. Azizlar, doim sizlarning xizmatinglardamiz. Ko'p hojilar bu yoqqa keladi, bu yerda bilmasdan ketib qolishadi ko'p firmalar. Bizi firmalarimiz inshaalloh har bir ibodatlarda, ziyoratlarda to'liq bajarishlikni harakatini qilib, hojilarimiz duosini olib, xizmatini qilishlikni harakatidamiz inshaalloh. Allah hammalarga nasib qilsin. Mana shu Boqiy qabristoni, shu yerga kelib keyin duo qilib qo'ysanglar bo'ladi. Duo qilib, buning orqasi qabriston. Inshaalloh xatmi Qur'onlarda, salovatlarda baxshida qilib inshaalloh. O'zi Boqiy qabristoni. Ayollarimiz ichkariga kirgizmaydi, erkaklar bilan asrdan keyin olib kirib chiqdik inshaalloh.